Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi korrektirovka dolga, ya'ni qarzdorlik va haqdorliklarni to'g'rilash va ularni bir-biriga o'tkazish. Ushbu hujjatni shakllantirish uchun prodaja yoki покупка menyusidagi korrektirovka dolga bo'limiga kiriladi. Quyida prodaja va покупка menyusidagi korrektirovka dolga bo'limlari bir xil bo'lib hisoblanadi. Korrektirovka dolga va yuqoridagi sozdать tugmasi bosiladi va quyidagi oyna ochiladi. Ushbu ochilgan oynada ko'rishimiz mumkin, yuqori qismda vid operatsiya qismi tanlanadi. Vid operatsiya qismi quyidagi bandlardan iborat bo'lib, bular zachет avans, ya'ni avanslar bo'yicha hisob-kitoblar, keyingisi zachет задолженность, qarzni qoplash, перенос задолженность, qarzni o'tkazish, списание задолженность, qarzni hisobdan chiqarish va oxirgisi proch korrektirovka, ya'ni boshqa sozlashlar. Birinchi bo'lib zachет avans operatsiya turi bo'yicha hujjat shakllantiramiz. Quyida vid operatsiyani tanlaganimizga qarab, pastdagi rekvizitlar o'zgarishi mumkin. Zachет avans qismida quyidagi ikkita band mavjud bo'lib, bular покупатель, ya'ni xaridorlar va поставщик, yetkazib beruvchilar bandlari mavjud. Deylik, поставщик bandini tanlaymiz. So'ngra 3-qatorda esa qarzdorliklar hisobi tanlanadi. Bunda birinchi band yetkazib beruvchi va bizning tashkilot o'rtasidagi hisob-kitoblar va keyingi band esa uchinchi shaxs va tashkilot o'rtasidagi hisob-kitoblar sanaladi. Deylik, birinchi bandni tanlaymiz. So'ngra nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra поставщик qismida o'zimizga kerakli yetkazib beruvchi tashkilotni tanlab qo'yishimiz mumkin. Va yuqori qismida подразделениялар tanlanadi. Подразделение qismida eski подразделение va новый подразделениеda esa yangi подразделение tanlanadi. Agar подразделениесіз, ya'ni bo'limsiz hisob yuritadigan bo'lsak, quyidagi bandlarda подразделение ko'rsatilmaydi. Endi esa pastki qatorga o'tamiz. Pastki qism ikkiga bo'linadi. Bular avans поставщику va задолженность поставщику, ya'ni debitorskiy задолженность va kreditorskiy задолженность. Endi esa заполнить tugmasini bosamiz va kreditorskiy задолженность qismiga o'tib заполнить bosamiz va quyidagi ko'rinishda shartnomalar chiqadi. Ushbu ma'lumotlar shakllantirilgandan so'ng quyida ikki taraf summalarini tenglashtirib olamiz. Tenglashtirish uchun bitta shartnomamizni o'chiramiz, o'zimizga kerakli shartnomani olib qo'yamiz va shot uchota qismiga e'tibor qaratamiz. Shot uchota qismida ko'rishimiz mumkin 40 o'yin, debitorskiy задолженность qismida 40 o'yin va kreditorskiy задолженность qismida esa 60 o'yin. Agar bizga kerak bo'lsa, quyida добавить tugmasini bosish orqali boshqa qator qo'shsak ham bo'ladi. Quyida yana bir qismni aytib o'tishimiz joiz. Yuqorida valyuta qismida agar kontragentlar bilan valyutada hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'zimizga kerakli valyutani tanlab, quyida заполнить tugmasini bosib, kontragentlar bilan hisob-kitob hujjatini amalga oshirishimiz mumkin. So'ngra yuqoridagi записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. Agar ushbu hujjatni bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi ag займ зачет tugmasini bosamiz va quyidagi ko'rinishda bizga hujjatni shakllantirib beradi. Pechat tugmasini bosish orqali qog'ozga chop etib olishimiz mumkin ushbu hujjatni. So'ngra yana bir qulayliklardan biri yuqoridagi заполнить tugmasini bosish orqali bir varakaga debitorskiy задолженность va kreditorskiy задолженность qismlarini to'ldirishimiz mumkin. Endi esa keyingi operatsiya turimizga o'tamiz. Buning uchun sozdать tugmasini bosib, quyida vid operatsiya qismidagi operatsiyalar turidan зачет задолженность operatsiya turini tanlab olamiz. So'ngra pastdagi задолженность qismida o'zimizga kerakli bandni tanlab qo'yamiz. Покупатель bo'yichami yoki поставщик bo'yicha. Deylik, покупатель, ya'ni xaridorlar bo'yicha ma'lumotlarni shakllantiramiz. Va 3-qatorda esa quyidagi нашей организации перед покупателем bandini tanlaymiz. So'ng подразделение qismiga o'tamiz va подразделение qismida o'zimizga kerakli подразделениeni tanlashimiz yoki tanlamasligimiz mumkin. Ushbu podrazdelение qo'yishimiz bundan oldingi hujjatlarimizga bog'liq. So'ngra valyuta qismiga o'tamiz. Valyuta qismida tanlamoqchi bo'lgan kontragentimiz bilan valyuta bo'yicha hisob-kitob amaliyotini bajarmoqchi bo'lsak, quyidagi valyutalardan birini tanlashimiz mumkin. So'ngra nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra покупатель qismida o'zimizga kerakli xaridorni tanlab qo'yamiz. Ushbu ma'lumotlarni to'ldirish uchun quyidagi har bir bo'limga o'tib заполнить tugmasini bosishimiz mumkin yoki yuqoridagi заполнить tugmasini bossak, o'zi avtomatik ravishda ikkita qatorimiz ham to'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin, ikki tarafda ham har xil shartnomalar va har xil buxgalteriya shotlari aks etgan. Ushbu qatordan o'zimizga kerakli shartnoma va o'zimizga kerakli summani qo'yib, qolganlarini o'chirib tashlashimiz mumkin. Ushbu summalarni tenglashtirganimizdan so'ng yuqoridagi записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. So'ngra keyingi operatsiya turimizga o'tamiz. Buning uchun asosiy oynaga o'tib, sozdать tugmasini bosamiz va vid operatsiya qismiga o'tib, ushbu operatsiyalar turidan o'zimizga kerakli operatsiya turini tanlab olamiz. Deylik, перенос задолженности. Pastdagi перенести qismida o'zimizga kerakli operatsiya turini tanlab qo'yamiz. Quyidagi задолженность покупатель, аванс покупателя, задолженность поставщику, аванс поставщику va proche
operatsiya turlariga o'tkazishimiz mumkin. Deylik, задолженность поставщику. Quyida nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra подразделение qismiga o'tib, o'zimizga kerakli подразделение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz mumkin. Xuddi shuningdek, новый подразделение qismida yangi подразделение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. So'ngra valyuta qismida o'zimizga kerakli valyutani tanlab qo'yishimiz mumkin. Endi esa поставщик kreditor va новый поставщик qismlarida o'zimizga kerakli kontragentni tanlab qo'yamiz. So'ngra заполнить tugmasini bossak, quyidagi ko'rinishda shartnomani tortib beradi va pastdagi qizil chiziq to'ldirilishiga shart bo'lgan maydon hisoblanadi. O'sha maydonda o'zimizga kerakli yangi поставщик, ya'ni yangi yetkazib beruvchi shartnomasini tanlab qo'yamiz va quyidagi ma'lumotlar shakllanadi. Ushbu shot uchota va новый shot qismlarida o'zimizga kerakli shotlarni tanlaymiz. новый shot qismi deylik quyidagi ko'rinishda bo'ladi. So'ngra quyidagi dokument расчетов qismida o'zimizga kerakli kontragent bilan oldin qilingan operatsiyani tanlab qo'ysak ham bo'ladi. Ushbu ma'lumotlarni shakllantirib bo'lganimizdan so'ng yuqoridagi zapisat, провести, debit kredit tugmalarini bossak quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. Endi esa keyingi operatsiya turimizga o'tamiz. Buning uchun asosiy oynaga qaytamiz va создать tugmasini bosamiz. Va vid operatsiya qismiga o'tib, keyingi operatsiya turimizni tanlab qo'yamiz. Deylik, списание задолженность, ya'ni qarzni hisobdan chiqarish. So'ngra списать qismida o'zimizga kerakli operatsiya turini tanlab qo'yamiz. Deylik, avans поставщику. So'ngra подразделение qismiga o'tamiz va o'zimizga kerakli подразделениeni tanlab qo'yishimiz yoki tanlamasligimiz mumkin. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra поставщик debitor qismida o'zimizga kerakli yetkazib beruvchi tashkilotni tanlab qo'yamiz va pastga o'tib заполнить tugmasini bosamiz. Va quyida ko'rishimiz mumkin, quyidagi ma'lumotlar chiqadi. Ushbu ma'lumotlardan o'zimizga keraklisini qo'yishimiz mumkin. Agar quyidagi shartnomalardan bizga biri kerak bo'lmaydigan bo'lsa, quyida удалить tugmasini bosib, olib tashlashimiz mumkin. So'ngra счет списания qismiga o'tamiz va счет списания debitorskiy задолженность qismida o'zimizga kerakli buxgalteriya shotini tanlab qo'yishimiz mumkin. Deylik, 94.30 va shot qismini tanlaganimizga ko'ra pastdagi rekvizitlar o'zgarishi mumkin. Pastdagi прочие доходы расход qismida o'zimizga kerakli statyani tanlab qo'ysak bo'ladi va ushbu ma'lumotlarni to'ldirganimizdan so'ng yuqoridagi zapisat, провести, debit kredit tugmalarini bossak quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. Endi esa oxirgi operatsiya turiga o'tamiz. Buning uchun ushbu maydondan chiqib, yuqoridagi создать tugmasini bosamiz va vid operatsiya qismidan o'zimizga kerakli oxirgi прочие korrektirovka operatsiya turini tanlab olamiz. Va nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra подразделение qismiga o'tib, o'zimizga kerakli подразделениeni tanlashimiz yoki tanlamasligimiz mumkin. So'ngra valyuta qismi to'ldiriladi. Qaysi valyutada biz hisob-kitob qilayotgan bo'lsak, o'sha valyuta tanlab qo'yiladi. So'ngra debitor va kreditor qismlari to'ldiriladi. Deylik, quyidagicha. Endi pastki qismga o'tamiz va pastki qismda заполнить tugmasini bossak, quyidagi ma'lumotlar shakllanadi va kreditorskiy задолженность qismiga o'tib заполнитni bosamiz va quyidagicha ma'lumotlar chiqadi. Endi esa 3-bandga o'tamiz. 3-band shot uchota qism bo'lib hisoblanib, quyida счет списания debitorskiy задолженность va счет списания kreditorskiy задолженность qismlari mavjud. Ushbu bandlarda debitorlik qarzlarni hisobdan chiqaruvchi shotlar va kreditorlik qarzlarni hisobdan chiqaruvchi shotlar kiritiladi. Quyida kreditorskiy va debitorskiy задолженность qismlari tenglashtirib olinadi va yuqoridagi zapisat, провести tugmalari bosiladi. Va debit kredit tugmasini bossak, quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu operatsiya turlarimiz asosan 3 tomonlama shartnoma qilinganda va bir-birini yopmaydigan shotlarni yopishda, bir shartnomadan boshqa shartnomaga qarzdorlik yoki haqdorlikni ko'chirishda va debitorlik qarzlari yoki kreditorlik qarzlarini hisobdan chiqarish uchun ishlatiladi. Va boshqa tuzatuvchilar kiritsa ham bo'ladi прочие korrektirovka operatsiya turi orqali. So'ngra провести закрыть tugmasini bosamiz. Hujjat quyidagi korrektirovka hujjatlar qatorida ko'rinadi. Agar xohlasak, yuqoridagi pechat tugmasini bosib, quyidagi akt взаимозасчёта bandini ustiga bossak, quyidagi ko'rinishda hujjatni qog'ozga chop etishimiz mumkin.